Ajrashganimga 3 oy bo'ldi. Stressdan qanday chiqib ketish mumkin? Bilasizmi? Birinchi o'rinda siz mana shu holatingizga rozi bo'ling. Alloh taolo hech qachon sizga bexayr taqdir bermaydi. Ajrashdingizmi? Demak, mana shu xayrli ekan. Alloh bergan taqdirga rozi bo'ling. Ikkinchi o'rinda ayollar ajrashgandan keyin sobiq turmush o'rtoqqa nisbatan ichida alami, nafrati, xafagarchilik qolib ketadi. Agar siz sobiq turmush o'rtog'ingizga nisbatan minnatdorchilik holatida bo'lmasangiz, sizga hayotga rozilik, taqdirga rozilik bo'lmaydi. O'z-o'zini anglash bo'lmaydi. Agarda siz ikkinchi bor turmush qurishni istasangiz, turmush o'rtog'ingizni har qanaqa holatiga, yaxshi yomon birga o'tkazgan kuningizga minnatdor bo'ling va bu turmushingizdan uziling. Yo'qsa o'tmishdagi xatolar bu turmushda ham qayta takrorlanishligi mumkin. Minnatdorchilik orqali Asmaul Husnadan Allohning go'zal ismlaridan bo'lgan Vadud ismiga muhabbat bog'lab zikr qilsangiz, siz uchun xayrli bo'lgan baxtga erishasiz. Obuna bo'lishni